Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, yurtdoshlar. Men manzarani qaranglar zo'rligini. Toshkent viloyati Bo'ka tumani Bo'kaning Bo'kasida zo'r joyda joylashgan, hududi bo'yicha juda keng, xat hujjatlar hammasi joyida bitta xonadonimiz sotuvga qo'yildi mana. Chegara qismi, bu yoqda kanal bor. Hozir shu tomondan bitta ko'rsatib yuboraylik. Bu joylarda chorvachilikka juda zo'r joylar. Xohlang dehqonchilik qiling. Xat hujjatlari hammasi. Hozir bu hududi maydoni 2 gektar 68 sotiq. 2 gektar 68 sotiq. Mana. O shu joydan ketgan. Mana bu yog'i ham ketgan. Hali bu yog'ini ichki tomondan ko'rsataman. Xonadonimiz hududi shunaqangi zo'r. Chorvachilikka molxonalari ham bor-da. Toshkent shaharga 70 kilometr, 75 bo'lsa 80 kilometr chiqadi. Lekin bu joydan shu olsangiz afsuslanmaysiz. Suv bor, ichimlik suvi ham kelgan bu joylarga. Gaz yo'q, lekin gaz ballon tarqatiladi. Mana xonadonimizning hovli qismi kelganingizda, mana bu ichimlik suvi bor. Mana ichimlik suvi chiqadi. Ichimlik suvi bor. Anaqa mevali daraxtlar. Yo'q, kirganingizda bu yoqda ham mana mevali daraxtlar ekilgan. To'g'rida garaj. Butlarda gaz yo'q. Bu yoqda kladovkasi. Xonadonimiz mana hovli qismi. Bu tomonida ikkita xona. Bu yoqqa kirib o'tirmaymiz, endi bu tomonda kirib ko'rsatamiz. Bu tomonida tandir o'choq bo'lmasa bo'lmaydi bu joylarda. Bu xonasi nima ekan, kichkina xonasi? Bu yoqda mana o'tin, shunaqa narsa saqlaydigan. Bu yerda oshxonani jihozlar turar ekan. Mana bitta uzun bo'lsa, yozda salqinda mazza qilib yotasizda. Ham olchalari qarang ekilgan. Mana bunaqa propan gaz ballon tarqatiladi. 30 kunda bir keladi. Bu yoqda 5 ta xona ichkarida. Kirib yashaydigan holatda xonalarning ichlari hammasi yaxshi. Mana. Bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta, bu yoq bilan 5 ta. Ichlarini ham bitta ko'rsatib o'raylik. Xonalari yaxshi holatda. Bemalol yashaydigan holatda. Bu yoqda bankalar, mana go'shtlar, xolodilnik. Hovli qismi ham hammom. Hammomi o'tinda yoqiladi. Bir pasi bitta yoqasi o'tinda qizib parmarma tovuqxonalari. Mana shu yerdan suv keladi. Mana tovuqxona, mevali daraxtlar shunaqangi ko'p, mana tollar bor. Bu naryoqda yong'oqlari bor ekan. 25 tami, 15 tami shunaqa ekan. Tup yong'oq. Molxonasi. Xonadon egasida ham hozir bir 15-20 ta moli bor ekan. Tepalariga pichan, pres qo'yishga. Bu yoqda qo'ylar. Mana qo'chqorlari bor ekan o'zini. Bu yoq molxonasi. Xonadonimiz juda zo'r bor, dehqonchilik uchun. Juda mos, pomidorlar ekib qo'yilgan. Boya ko'rsatuvdim. Men chegara qismida bu naryoqda ko'rsatuvdim. Mana. Shu tollar ekilgan, teraklar ham shu uyga qarashli. Shu tollar chegara qismi. Bu yerda dehqonchilik qilasizmi? Chorvachilik qilasizmi?
Hozir bu yoq past tomonlarini ham ko'rsatamiz. Bu yog'i yaylov. Mana pomidorlar ekilgan xonadonimizga. Bolgarskiy, bodring. Sug'orish muammo bo'lmaydi, chunki birinchi ikkita quloqda shu yerda to'siladigan joy suvni boshi ekan. Motori ham bor ekan. Agar bu yoqqa suv kam bo'lsa, motorni tashab qo'yib, motor bilan ham sug'orasiz. Mana bu o'rikni qarang. Mana kartoshka ham ekilganda. Olcha, yong'oq, mevali daraxtlar juda ko'p ekan. Yong'oqlari bu yog'ida qarang chiroyli bo'lib turganini. Mana shu joy ham shu xonadonga qarashli. Beda ekilgan, bu yoqlar yaylov. Mana bu joy ham xonadonga qarashli. Ana tollar ekilgan joylar, chegara qismi naryoqda ketgan yana. Xullas bu mana bexilari ham bor ekan. Bu xonadonimizni hududini umumiy videoga olamiz desak, katta, juda katta. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, kelib, lokatsiya tashlayveramiz. Bemalol kelib turib, ko'rib, o'zini ko'zi bilan ko'rib ketgani yaxshi. Hozirgi kunda bu xonadonimizga so'ralayotgan boshlang'ich narxi 60 ming AQSh dollari. 2 gektar 68 sotuq. Naloglari, soliqlari hammasi o'z vaqtida to'langan. Hech qanaqa muammo yo'q. Kadastrlari joyida. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bemalol kelib turib savdolashsangiz ozgina o'tib beradigan joyi bor.